nima bo'lyapti bu? Ha, tindoq olinyaptimi? Ha, tindoq olish jarayoni. Tindoq olayotgan akalarimiz chiqmay qo'yaversin. Kanal bu aka. Ma'lumot.uz. Bu nimadan o'sib ketadi o'zi tindog'i buni? Bitta joyda turgandan o'sadi, keyin sharib bo'lib turib, yo'lib ketyapti-yu. Ha. Sharib bo'lib. Bu tindog'ini olib qo'ysa o'g'nalib ketadi, keyin. Nimaga bol? Nech pul oldi? 27 million so'mga mana bam sotildi. Qo'li og'rigandan ham berib yubordi. Yana bitta. Mollar ham Buqani qaranglar, buqani. 1 Bo'yiz necha sizni? 1.68. Yoniga turingchi. Sal pastroqqa turib oldingiz-da. Ha. 55-56 bor boya. Ha, necha kilo chiqadi bir chamezda? Tonna bor. Tonna bormi? Andijon, Asaka, O'zbekiston mol bozori. Buqalarimiz Tarozga ham mana sotilyapti, xudo xolasa. Oyog'idan ham sotilyapti. Bu safargi videomizni Tarozini oldidan boshlashga qaror qildik. Hammaga assalomu alaykum. Ma'lumot.uz. Tarozi nima? Bo'ldi. 479 kilo. 67 ming so'mdan buqamiz sotilibdi. Tarozi xizmatlari ham bor ekan mana. Tarozi elektronik tarozi sotiladi. Shu nomerlarga aloqaga chiqaverarkansizlar. Reklama ketdi mana. Tarozini har xil turidan bor ekanda, tog'a. 467. Pulini tushunchi 32 million bo'libdi-da. Yaxshi, arzon. Arzon. Mana buqamiz sotilibdimi? Egasi yo'q. Bu buqani qaranglar, buqani. 1 Bo'yiz necha sizni? 1.68. Yoniga turingchi. Sal pastroqqa turib oldingiz-da. Ha. 55-56 bor boya. Ha, necha kilo chiqadi bir chamezda? Tonna bor. Tonna bormi? Chiqsa kerak tonna. 700 kilo. Nima bo'ldi endi, pa? Bezor. Ha. Sigir kiloga bo'lib ketdimi? Necha kilo chiqdi? 416 kilo qisirimiz. Qisira? Necha puldan bo'ldi? Buni bilmayapman. Bilsangiz kommentariyaga yozib ketasiz, ma'lumot.uz. Sigir 20 million. Qisir. Necha kilo chiqdi bu? Necha kilo? Osh. 400 kilo chiqdi. Hozir buqamizni kilosini bilmayapsiz. Bu sotilibdimi tog'a bu? Yo'q, sotamiz. Necha pul deyapsiz buni? 65 ming. 65 ming. Ha. Necha kilo chiqdi bu? Tortmalarmi? Yo'q, tortmadik. Ha, rahmat. Oma yana bersa bo'laverar ekan-a, yo tayyor. Hali bo'zaymi? Qonni ham yo'q ekan, ama yaxshi. Rahmat. Ha, boqmay ekan. Tog'adan ekan. Ha, bu turishini qarang, buni boqaydigan bo'lsangiz gigant bo'lib ketadi. 65 million ekan. Sotilib ketadi bozorda xudo qolasa. Nomer qoldiraylikmi yo'q? O'g'limnikini qo'ydiraymi? Ayting nomer. Ro'zay halol. Ha, yana bormi bunaqalardan? Yo'q, mana shu oxirgisi. Sotib oldik ikkalarini. Necha nomeringiz? Ro'zay halol. Ochib ko'ravering, ko'rsataman. Ro'zay. O'g'lingiz nomeri. 90 birlik. Lekin hozir o'tadi. Adashib qoldi. Ha, noto'g'ri beraverin. Ha. Ko'p so'radida. 91lik ekan. 91lik 608 608 47 77. akamizga aloqaga chiqaverasizlar. Buqani giganti haqiqiy. Turishlarini qaranglar buni. 55-56
Buzoq qani. hali buzoqcha ekan. 155 chiqib qoladi. Bu 60 dan baland. 60 dan baland. Turishlarini qarang. Ha, bozorlarimiz chaqqon, xudo xolasa. Narx-navolar yaxshi. Hamyonbop. Qimmatdan sotilyapti, arzon ham sotilyapti. Gigantlaridan ham mana chiqqan usvoy buzuq. 608. Korpuslari qaranglar. Endi u yonida endi qaranglar. Sementalli gibridlarimiz ham bor ekan bu yerda. Ko'pi bitta sotilganlar shekilli. Aja, mana savdo bo'lyaptimi hozir? 26 million 500 mingga savdo bo'lyapti ekan. Olyapsizmi, sotyapsizmi? Olyapsiz. Ziyon qilayotganimiz. Ha. Yo'q, aytdim 26 million 500 ming. Qancha endi bu живой versa? Necha kilo chiqib qoladi? Ha, qilib. Qonunlari tortilgan ekan, yaxshi. Hali aytadi-yu. Enasini ko'rib qizini ol deydi. Ha. Enasini ko'rib qizini ol, ha. Gapiring. Yo'q, aka, o'zingiz og'zingizga o'zingiz aytgan so'zni sig'mayapti-da. Yo 28 million deng. Ya 27 million deng. Halla aka, ol 27 millionga deb gapiring buni o'rniga. 500 ming bilan boy agar multimilyoner o'tga siz aytasiz. Gapni ochadi. Ayting endi. Savdasidan bir 300 ming o'tib berdim siz uchun. 27 million 200 ming so'm. Siz uchun. Ana, aka ko'rdingizmi? Gapni eshiting. Men uyaltirib yuboradi. Chunki men sizga bir marta sotmagan joyim ham bor. O'g'il bola ekan. Mana shu yerda pul harom bo'lsin. 2,5 million so'm. 26 foyda qilyapmiz, yo ziyon qilyapmiz? Haloliga. Halolini so'rayman, haromini so'rayman. Ha. Aynen. Aka, o'g'il bola. Qani ham bir ko'ringlar. Gap eshitdiringlar-chi? 20 ga bergisi keldi. Bermayman haylo desangiz. Onlar ham 60 mingga tushib qoldi hali 70 ming deb uyda hali Ushlab o'tirganlar, ha, ushlab o'tirganlar. Kesin bozorda ushlab tursin biladi. O'tgan bozor sal qimmatroq, bu safar tushib ketdi. Uyga borsangiz 75 ming bo'pti bozorda deydi. 60 mingga ham so'ramayapti. Qancha bo'ldi? 26 million 800 ming so'm. Bering aka. 27 ga ol dedi. Aka, Adashim. aka eshitdiring. Yarata yerim bor, ya bitta kirta yerim bor deng. Ha. O'g'il bolaman 1 million qo'shib beraman aytganingizga. Bering. Kirta yerim bor, yarim yerim bor desiz, oldim 1 million qo'shib beraman. Mana internetda ashir joylarni turibdi. Ha. 27 ga ol deyapsiz. 200 ming so'm 27 emas, 27,5 million qilib sizga bilmayman, qanaqa qilib bu nima qildiki? Qo'yga qo'shyapti xolos. Bering aka. Yo'q, Bering. bo'lmaydi. aka, siz o'zingiz aytdim. Natorishganingiz bilasiz, internet qildim. Ati, yana savdo qildim, sizligini bilardim. Akam bo'lsa mana men savdo qilib boshqa sekin ara qo'ygan deb turgan. Ma'lumotimiz. Qo'lini ham ortib oldingiz. Qo'lini to'zib Bu safar ham uyatib qo'yib sotga qo'yavering, haq olmayman. Qo'par aka. Akam bo'lasiz. Ha, bering endi. Aka, molingizga xayri yo'q, qo'lingizda xayri bor 100 ming so'mga. Qo'par aka. Yaqasiz bu baland. Molingizda xayri yo'q ekan, qo'lingizda xayriga. Qo'lini oritib berib yuboradi. Qo'li og'ribdi o'zi. Xayrulloh, gap 100 ming so'm xayrim yo'q, xayrlo. Isminga yarasha. Mana eshitdikka senga deyolmasam qolmadim. Yo, to'xtang. 100 ming so'm qo'lim ham, molim ham xayri yo'q deng. To'xtang. 100 ming so'm qo'lim ham, molim ham xayri yo'q desiz. Olmadim. Bo'ldi, baraka. Bo'ldi. Teng bo'pti, baraka. Ey, sizga adashim yopishtirib gapirdi bu. Hech pul bo'lyapti. 27 bo'ldimi? 27,5 bitta zorni qildi berib. Qanaqa qilib 300 ming o'tib beraman sizga. Qo'lini olib yubordi-da. Aka, o'tgan safarmi shish bo'lgan. Meni sotgan 100 ming so'mga. Aka desam, "Halladi, to'xtatring. Mana shu bozorda til olsa yerimda til chiqib gapiradi. Ey, palonchi" deydi. Men indamay tilimi tiydimmi? O'zingiz gapirdingizmi? Tilimi tiydimmi? Hayla kelsa safar sen aytib bermasam, Axir o'tib beryapman-ku. Ey,
Olib qolgan. Degan savdosi sizga o'tib beryapti. Oldin 27 million o'g'il bola. Qo'lni to'sib olyapti. Yarim ekan. 3 ming so'm. Qo'lini och. Oldin 27 millionga o'g'il bolachilikka. Bor baraka. Oldin 27 millionga. Beryapti bilmayman. Bering. Qarshilik ham bor. Yo'q, qarshi yo'q. Sizga gapirdi. Gap bo'lardi. Hayla. O'tgan safar bitta ishimiz bo'lgan. Xuddi shunaqa savdo. Savdomiz bo'lyapti bag'da. Aytyapman, ashuncha o't beryapti-ku. 3 ming so'm. O'zi hop, buni menga qarang adashim. Ey! Adashim. 27 million so'm, 27,5 ga savdo bo'lgan ekan. Endi 27 ga so'rashyapti. Rahmat. Rahmat aka, biz o'tiramiz. Kelishilarmi? Bu likillab turishi nimadan? Charchoqdanmi? Ha, endi aka, yo'q, nechi soatdan? Aytgan puldan ham mashina 4,5 da yuklayapmiz. Ha, yo'lda kelgan. Endi haylo desiz, aka, Kommentariyada yozib ketinglar. Nimaga bol? Hech pul oldi. 27 million so'mga mana bank sotildi. Qo'li og'riganlar ham berib yubordi. Yana bitta. Mollar ham rasmdan tashlab ketdi. Mollar arzon. Ha, barakali qilsin. Sotganga ham, olganga ham barakali qilsin. Buqamiz mana. Qog'oz ko'chada ushlab kelmaganmiz. Ha. $7 million yo'lib Mana bu qo'lamiz. Semizlaridan ham bor. Hozir endi xudo xolasa ko'chat tarafga o'tib ko'chatlarni ko'rsatamiz. Boshqa bozorlarda qanaqa bo'lyapti bozorlar? Aka buqa qancha bo'lyapti? 2 million ozgina kami bor. 32 million kami bor. Chotta desalang, Chotta Andijon, O'zbekiston, Asaka, O'zbekiston mol bozori. Narxlar yaxshi, unaqa qimmat emas. 70 mingdan so'ng o'tgan bozor 72 mingdan taroziga qo'yib berishganini ham ko'rdik. Bu bozorda mana 68 dan sotilayotganini ham ko'rdik. 65 mingdan berishganini ham ko'rdik. Gerefortdan uddarlari chiqibdi. Nima bo'lyapti bu? Ha, tindoq olinyaptimi? Ha, tindoq olish jarayoni. Tindoq olayotgan akalarimiz chiqmay qo'yaversin. Kanal bu aka. Ma'lumotuz. Bu nimadan o'sib ketadi o'z tindog'i buni? Bitta joyda turgandan o'sadi-ki, sharib bo'lib turib, yo'lga ketyapti-yu. Ha. Sharib bo'lib, Bu tindog'ini olib qo'ysa o'g'nalib ketadi, aka. chiroyli bo'ladi. Ha. Sharib bo'lib tindog'i yo'llayapti. Ha, o'tlar mana yorilib qolibdi tindog'i. Tindog'ini qilib olib, eyo'lab, tiniq holatiga kelgizib chiroyli qilib qo'yishadi. Bu qachamiz xotirjam yugurib yuraveradi keyin. Oldi tindog'lari ham olinar ekan. Mana anguslarimiz ham bu narxlarni so'radik. Ikkoviga 75 million, bunga 30 million kami bor degan akamiz. Ikkovi 60, ha? Ikkoviga 60 kami bor. Instagramda sahifalarimizda ham joylaganmiz. Bitta telefon nomeringizni yana aytib. 93lik 257 0333 akamiz. Dastavkadan inshaalloh to'lishmasin. Xabarlaveradi. Uy bo'lsa bo'ldi. Bo'ldi. Bu joyga. Bu joyga mana akamiz dastavkalarini qilib beraman deyapti. Buqalarni korpuslari bor, aloqaga chiqish oldi. yana bor, xudo xolasi. Mana shunaqa zotlilardan anguslar ham bor yana. Ha, to'lta zotlilarni udarlaridan, korpuslar, to'r burchagidan mana. Mana shunaqa zotli boqaman degan akalarimiz akamga aloqaga chiqaverasizlar. Barakasini bersin aka. Endi sizlarga ko'chatlarimizdan ko'rsatsak, xudo xolasa. Kichkina ko'chat so'ragan akalarga boshqa bozorlarda bizni kuzatayotganlar mana o'z nimalarni yozib ketinglar. Keling uka bir narxlar bir tanishtirib yuboraylik. Sog'lig'lar yaxshimi? Ular sizdanmi? Nechta bor bu yerda? Mana shungacha ag'it sotildimi ag'it? Ular narxi boshqa. Bu yoshlari qanaqa bulardi? 5
5 oydan 9 oygacha. 5 oydan 9 oygacha. 5 oydan 9 oygacha buqalarimiz. Mana ko'ringlar, kichkina ko'cha toqtari. Necha puldan deyapsiz bular? Beramiz aka. 18 dan. Xayri bor. Xayri bor. 6 olsin. Ha. Vodiy bo'ylab Dastavkani qilib beraverasiz vodiy bo'ylab. Boshqa viloyatlardan qilishsa-chi endi. kelishamiz aka. Aqlni kelishiladi. Hammasini bir joyda olaman deganga qanchadan qilib berasiz? 17 dan beramiz. 17 dan dastavka qilib berasiz vodiy bo'ylab. Aqlni endi kelishilaveradi. Narigilarimiz-chi? 24 dan beramiz. Mana shundan 10 olsin. Ha. Ular живой vesini 24 dan deyapsiz, живой vesini necha kiloligini bilmaysiz. Yo'q. 200 kilo tepa. 200 ni tevasida. Ular ham 200 ga olib beradi ekan, kichkinalar ham. Bular ham korpuslar ham boshqachasidan ekan ham. To'rtburchak bo'lib ketibdi. Ularni yemga tashlasa bo'laveradi endi. Bular necha pul dedingiz? 24 dan beramiz aka. Uni oq oyoqqacha. Ha, oq oyoqdan bag'i mana ungacha, shved ekana. Tanlab olaman desa 28 million. Tanlab olsa 28 million. Telefon nomeringiz? 91 91 480 7400. Bulardan yana bormi? Bor. Keti bor xullas. Aloqaga chiqsa bitirib berib, bir Telegramdan bir rasmlarini, videolarini tashab berishaveradi. Tashab, ha. Rossiyada akalarimiz ham aloqaga chiqsa bo'laverar ekanda. Bo'ldi, akamizga aloqaga chiqib ishlarini bitirishlari mumkin. Barakasini bersin aka. Sog' bo'ling. Ko'chatlarimiz ham xudo xolasa bemalol. Sizdanmi aka bu? Assalomu alaykum. Barchamasdan. Nechta bor bu yerda? 24 ta. Serob aganda. Bu yoshlari qanaqa bulardi? 1 yashardan 6 oygacha. Nech puldan deyapsiz endi bular? Mashdan boshlanadi? 15 dan 20 gacha. 15 dan 20 gacha. O'sha chekkagacha, ha? Bu naryoqda mana bu bola mayda. Ha, kichkinalardan ham bor. O'zbekistonda qarab 5 olamiz. Ha. Bu ko'rsatdim mana. Mana bu tarafda kichkinalardan ham bor ekan. Ha, akamiz o'zi savdoga tiqishib yubordi. 5 dan 20 gacha molim bor. Bermanda bor aka. Ha, yana bor fermada. Soni cheksiz. 100 Ha. dan atrof. Telefon nomeringiz? 33 386 7007. Akamizga telefon qilaverasizlar bemalol. Xohlagan ob'yomda yetkazib beriladi ular. Biz novoz molib bo'lsa bo'ldi. Paketni emas beramiz. Ha, bo'ldi. Ular xonajillardan ham bor. Bo'ldi, akamizga aloqaga chiqaverasizlar. Bozor trendi o'rtog'im, meniki ma'lumotingiz. Akamiz rosa charchabdi. Ancha bo'libdi chiqqaningizga charchabsiz. Ha, endi buncha molni yetalab bacha joylab olish ham oson emas. To'g'ri tushunasizlar. Shuning uchun ha, akamiz shashib pasib charchaganidan atay kesalarni chiroyli qilib kuzatib yuboradi xudo xolasa. Aloqaga chiqaverasizlar. Barakasini bersin. Mana ko'chatlarning mana turi bor. Holasalar mana gibridlari ham bor, mentalga satishgan. Marta mana akamiz hozir savdo qilyapti, mana shu yerdan boshlab o yoqqacha shu bitta akadan edi. Endi videomiz uzoqlashib ketmadi. Bular kimdan ekan, tog'a? Assalomu alaykum. Aka, charchamasdan. Sizdanmi bular? Hammasimi mana shular? Yarim. Ha, makkacho'l. Ikki kichkinaga. Ha, u kichkinaga. Ha, mattan bag'i. Bular yoshlari qanaqa ulardi? Yoshim 8 oy atrofida. 8 oy plus minus. Ha. Nech puldan deyapsiz endi? Optimaga 16,5. Optimaga 16,5. Dastlabkasi Bor, optim bo'lsa bor. u hammasini olaman degan dastlabki qilib berasiz, xudo xolasa. Telefon nomeringiz? 93lik 833 77 75. Bulardan yana bormi? Davomi ko'p hali. Davom kattarog'i, kichikrog'i bor. Asartimi hammasidan qilib beraman. Hammasidan qilib berilaveradi, xudo xolasa. Akamizga aloqaga chiqing. Ismingiz nima? Ismoiljon. Ismoiljon akaga aloqaga chiqsalaring, katta, kichik, xonajillar. Yo'q, unazim emas. Faqat novoz buqalar. Ha. Aytgan razmerida qilib beraman. Bo'ldi, gapni. Aloqaga chiqaverasizlar. Barakasini bersin aka. Iloji boricha ko'rsatdik, ko'chatdan, kattadan. To'g'ri, sigirlarimiz oz chiqibdi. Ishdan o'tib olaylik. Kommentariyada o'z izohlarini qoldiringlar. Qimmatmi bozor, arzonmi? Mollarni qanaqalari chiqyapti boshqa bozorlarda?
Bu safar to'g'ri, o'tgan bozorga nisbatan zotlilarcha kam chiqibdi. Lekin zotlilardan ham bor. Semiz mol bu bozorda ko'p ekan to'g'risi. Boshqa bozorlarga nisbatan solishtirib ko'rdik, endi yana bilmadik. Semiz mol nihoyatda ko'p uchradi. Iloji boricha ma'lumot berdik deb o'ylayman. Olmoqchi bo'lganlarga bemalol aloqaga chiqib xarid qilishlari mumkin. Oqbosh Greford to'qol varianti. Semizi mana yotib ham qolibdi oxiri. Bizni qo'llab-quvvatlab, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ysalaring, birinchilardan bo'lib ko'rishlaring mumkin. Mollar turishlarini qaranglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.